Do'stlarim, qaranglar, hozir zamonaviy tom haqida gaplashamiz. Ya'ni loy bosdi, lombos, loy boz o'rniga mana bunaqa pinashuvoq, ya'ni yengilgina, oppoqqina tomingizga chiroyli turadi. Ham issiq qishda, yozda esa muzdakkina bo'ladi. Eng muhimi, tomga og'irlik tushmaydi. Hozir mana shu qanday quyiladi va kvadrati nech pul, qayergacha borib quyib berishadi ustalar. Shular haqida sizlarga hozir informatsiyani to'liq beramiz. Demak, videorolik ancha foydali va qiziqarli bo'ladi. Oxirgacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Adres esa Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'i. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik. Nodirbek, yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kelib oldingizmi? Rahmat. Mana hozir tomdamiz, qarang, tomdamiz. Tomdamiz aka, tomda. Odatda tom bitgandan keyin, umuman uy bitgandan keyin tepasiga nima qilishadi? Loy bosishadi. Lomboz deb qo'yadi ko'p joylarda aka. Lomboz, loy boz, loy boz, hashar, to'g'ri. Endi siz nimani taklif qilasiz? Endi hozirgi kunda ustamaga mana shu uy bitgandan keyin, rosa hozir kuz moment shipir bosishyapti, shipir qoqib va tom yopgandan keyin loy nimasi? Hozir endi ko'ryapsiz, mana kunlar ham qaytib qoldi aka. Loyga tushib uni somon bilan aralashtir, Revmatizm. Ko'p kasallar bo'lishi mumkin. Shuni hisobida mana ham yengil tomga, ham yengil, ham sifatli. Sifatliligi nimada? Bu suyuq mahsulot bo'ladi. Hozir quyib ko'rsatib ham beraman. Suyuq bo'ladi. Har bitta teshiklarga misol uchun kiradi. Keyin misol yozda issiq bo'lib ketadi, shipirdan o'tgan issiqda ushab qoladi. Qishda sovuqda ushab qoladi. Ichkariga shu pena bloydan shu qolipga emas, shu tomga quyib beryapmiz. Do'stlar, qaranglar, mana shu yigit pinna blok ishlab chiqaradigan apparatni ishlab chiqarishadi. Hozir esa yangi innovatsiya tom loy bostini boshqacha usulini ko'rsatamiz, to'g'ri? Shunday aka. Qani nimadan boshlaymiz bo'lmasam? Xo'p, aka, hozir bu yoqni biz bitta ukamizni chaqirib, akamiz bilan shu boshlaymiz. Bu yoqni siz nima qilib turib, oxirida yana bir tushuntirib ko'rsatib beraveramiz, aka. Kelishdik. Holatda bo'ladi. Mana shu rastvor holatda bo'lgandan keyin sekin olib o'tib quyaveramiz. O'zi suyuqligini ham mana ko'rishingiz mumkin-ki, bemalol suyuq. Bu har bir joylar zamaska qilib hisobda. Har bir hamma joyiga slishnilar shu ekan. Qo'ying. Mana shunday qilib innovatsion lombos qilishar ekan. Suluq. Ikkinchi zapravka tayyor bo'lyapti mana. Ikkinchi zapravkaga ikkinchi paqirdagi suv quyildi mana. Va uchinchisi. To'rtinchisini ham quyishdi mana. Tak, boshladik. Ikkinchi zapravkani Gips soling. Gipsni soling. Hozir penani solishadi. Endi nima qilinadi? Endi sekin tomga quyiladi mana. Do'stlarim. Ajoyib narsa ekan, o'zingizga bu. Suv qo'shyapti yana. Tak, endi yaxshilab shu haqida gaplashamiz. Sizga obrazet shu hozir quyildi. Nodirbek, tushuntiringchi, bu loybozda aniqrog'i nimasi bilan afzal bu? Afzalligi endi Rustam aka buni mana ko'rishingiz mumkin. Birinchidan yengillik taraflama. Tomingizda juda ham bir og'ir yuk turmaydi. Xo'p, ikkinchidan ham salqin qiladi yozgi kunida. Qish kunida issiqroq bo'ladi. Hozir mana quyilish jarayonini ko'rgan bo'lsangiz, polni suyuq narsa edi, har bir
nimalarga, teshiklarga, kavaylarga kirib o'zini holatini ushlab qoldi. Endi hozir ko'rishingiz mumkin, yana hozir quyilganiga bir 2 minut bo'lgan bo'lsa, 5 minutdan keyin shuni ushlasangiz, ustida yursangiz bemalol bo'ladi. Hozir qotish Endi bu narsani bitta bizda mana hamma kanallarda ko'rishingiz mumkin. Bu narsa o'ta bir rivojlandi-da. Rivojlandi shu narsa. Mana men o'zim ham uyimni tomiga, o'tirib gapiravering. Uyimni tomiga misol uchun shu narsani qilmoqchiman, qilaman xudo xolasa. Mana shu O'zbekistonni mana shu vodiy ichida 3 ta 4 ta joylarda qilyapmiz. Akalarimiz qilyapti, do'stlarimiz qilyapti. Bilsangiz mana bizni ko'p kuzatib, nima qilgan odamlar, ko'rgan, tanigan odamlar mana shu penoblok apparatlaridan bilan shug'ullanamiz. Mana shu yillar davomida shu ish bilan shug'ullanib kelganimiz uchun endi hozir mana shu ishni ham yo'lga qo'ydik. Penadan endi qarang, buni kvadratini qanchadan qilib berasizlar? Kvadrat o'lchanadimi, qanaqa o'lchanadi? Buni 5 santimetrligi kvadratiga hisoblanadi, to'g'ri. 5 santimetrligini mana shu vodiy ichida 35 mingdan qilyapmiz. 1 kvadratini? Bir kvadratini 5 santimetrlik bo'lsa, shu O'zbekiston ichida 35 mingdan qilyapmiz. Buni hech narsasi uyda egasidan hech narsa talab qilinmaydi. Na gips olib berdingmi yo pena qilib ber. Shunda boramiz, hamma yo'g'i o'zimizdan. Misol 150 marijonni kelasizlar. Shunday 150-200 kvadratgacha bir kunda qilamiz, xudo xolasa. Endi misol uchun Toshkent yoki Voha taraflardan bo'lsa, iyoqlarni endi kelishamiz. Yo'l haqqi bor, misol uchun iyoqqa gips olib bor yoki qanday iyoqlarni telefonda kelishib qilib ketaveramiz. Endi kimdirlar aytadi, borgandan keyin misol uchun menikini 7 santimetr qilib ber yoki 10 santimetr qilib ber desa, uyog'ini ham yana gaplashib ketaveramiz. Aslida uni 5 santimetr aka ancha tomga misol ko'pchilikka juda ma'qul kelyapti. 5 santimetr deganingiz bilan misol uchun quyayotganimiz 5 santimetr oshiq ham bo'ladi. Hozir qarang, bu yerda biz loy ustiga qo'ydik-da. Misol uchun yangi tomga nimalar qilinadi buni qo'yishdan oldin? Vassa tashagandan keyin shu ustiga bir bo'z bor o'zi. Bo'zni shuni tashab berishsa, tayyor qilib berishsa, bizga quyishga tayyor qil. Shu bir 5 minut mana shunaqa holatga kelguncha mana. Shu qatib qolguncha tushib ketmasa bo'ldi. Qolgan narsasi misol uchun vassa qoqiladi. Обязательно misol lombozga ham qilinayotgan narsa vassa qoqib yo kilyonka yoki karton eski uydagi latalarni shuni tashab berishsa bo'ldi. Aynan bo'z bo'lish shart emas. Eski latalarni tashab bersa, shu qatguncha 5 minut ichida tushib ketmasdan, oqib ketmasdan turib tursa bo'ldi. Undan iyag'iga shart emas. Demak, loy qilmasa ham bo'lar ekan. Yo'q, loy shart emas. Bu biz hozir yangi o'zimizni tom yo'qligi uchun, sizni chaqirganimizda o'zimizni qanday bo'ladi deganda, mana shunday bo'ladi degan shunday bo'lgan. Obrazes uchun mana ko'rgan bo'lsangiz 1,5-2 kvadrat joyga quyib ko'rsatdik. Shu mana o'sha qo'lni izi chiqmaydigan bo'ldi mana ustam aka. Qotyapti, buni ustida keyin yursa bo'ladi. Bemalol yursa bo'ladi. Haqiqatan buni yaxshiligi yengil, tomga nagruska tushmaydi, keyin haliga qishda muzlab qolmaydi, sovuq bermaydi pastga. Pastga sovuq ham o'tkazmaydi. Shifr issig'i yozda shunday bermaydi. Shunday. Tushunarli. Yaxshi ekan lekin. Demak, mana shulardan iborat. Xo'p, yaxshi tom ekan. Men o'zim biladigan savollarni berdim. Agar mabodo sizlarda savollar bo'lsa, mana bu yerga ekranga nomer yozib qo'yganmiz. Shu haqida bemalol qolgan vaqt murojaat etishingiz mumkin, zakaz ham berishingiz mumkin. Qarang, bu qanaqa apparatlar bu aslida? Bu aka o'zi penabolo chiqazadigan apparat. Yarmi bo'lagi, mana misol uchun kompressor, mana mikser aka. Mana loy aralashtiradigan bochkasi, bu pena bochkasi. Pena generator. Pena generator. Endi mana shu narsani misol uchun so'raganlar va bekor yurgan bolalar bo'lsa, misol uchun O'zbekiston bo'ylab $300 sotamiz. Buni ham o'rgatib qo'yamiz quyishgacha. Bu tomshog'i tugatgandan keyin bahordan yana bir 3 ta qolib o'zini oladi, qo'shimcha qilib bizdan yoki kimdandir oladi, pena bo'lgan quyib ketaveradi. Orada misol uchun loysho shu tomga loysho qildirishim kerak deydigan bo'lsa, yana apparatlarni oladi, bir mashinaga joy bo'ladi. Olib boradi, quyadi, pulini oladi, ketaveradi. Endi bizga aslan mana men tomimga mana vassani qoqib qo'ydim. Hop. Endi nima qilib beray desa, shu bo'zini yoyib bersa,
Bizga keyin shu bilan to'k beradi. Suv oldimizga olib chiqib bersa bo'ldi. Qolgan narsa gipsimiz bilan, qolgan masalalar hamma yo'q o'zimiz bilan. Mana shu O'zbekiston bo'ylab 5 santimetrligini 35 mingdan quyib beramiz. Mana shu holatga olib kelib, cho'tka qilib, tekis, chiroyli qilib quyib beramiz, xudo xolasa. Buni tarkibi gips, sement, penasi bo'ladi. Qum qo'shilmaydi. Yo'q, unday qum, tosh qo'shilmaydi. Yo'q, hech narsa. Gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shu. Do'stlar, mana sizlarga innovatsion tom. Lombos qilib, loybos qilib, qiynalib, revmatizm bo'lib, ustalarni chaqirib turpoq to'ktirib o'tirmaysiz. 35 ming so'mdan sizlarga mana zamonaviy ko'rinishda chiqsangiz, oppoqqina qorong'ida ham ko'rinadigan tom bo'ladi. Qaranglar, chiroyliga. Mana shu endi bo'lagan qo'yish mumkin edi, prosta sizlarga ko'rsatish maqsadida ozgina joy qo'yib ko'rsatildi. To'g'ri, hozir bu 5 sm chiqmaydi, lekin bular 5 sm dan qilib qo'yib berishadi. Mana o'sha qatta aka, ustiga chiqib bemalol yursa bo'ladi mana. Mana ko'p tomlarda, misol uchun ko'p boryapmiz, shipr qoqilmagan, shu tayyor holatda qilib beringlar, undan keyin shipr qoqamiz degan odamlarga ham misol uchun bugun qilib beramiz, ertasiga ustiga chiqib ustalar bemalol shiprini qoqib, strapilasini terib shu qilib ketaveradi. Unaqaligi 3 kunlab kutib, 5 kun, 10 kunlab loyiha qilib qo'ydik, endi kutamiz degan narsa yo'q. Mana rosa qilgan bo'lsak 10 minut bo'ldi bunga. Shu davomida misol uchun undan keyin ertasiga ishlab ketaveradi. Ustida yurib mana bemalol. tangillagan tom bo'larkan. Qarang, mana loybos qilinsa, chakotsa loy ho'l bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Yo'q, bu mana pena bloyda ko'pchilikka tanish bo'lib ketdi, pena bloy. Uy ko'taryapmiz hozir. Bir katta bokslarimizga ishlatyapmiz. O'shanday qanday qochsa, o'shanday bo'lib ketadi. Endi gips hammani tushunchasi bor, toshchi maydalangan, qovurilgan. Va sement ham shu ahvol. Shuni suv bilan aralashtirib, shu quyib qo'yapmiz. Bu yengillik qilish uchun pena qo'shilyapti. Mana bunday yorilgan havolar, ichida havosi bor. Kak termos hisobida bo'ladi, Rustam aka. Endi bu chala-chulpa bo'ldi, sizlar tekslab qilasiz. Buni tekis mana bunday holatda bo'ladi. Mana bunday holatda chiqadi. Mana shunday holatda tekis bo'ladi. Men hozir pul to'lamaysizlar bu bolaga. Bunday holat chiqarib bersa, tekslab qilib berasizlar. Bo'ldi aka. Kelishdingmi? Bunaqa qilsana pul to'lanmaydi. Bo'ldi aka, masala yo'q. Chiroylab qilib berishadi. Sifatli, kачественный qilib prosta biz hozir ko'rsatdik qanaqa bo'lishini, tarkibini ham aytib qo'yish maqsadida qanday qo'yilishi. Qisqasi zo'r lekin tom. Yaxshi. Demak, azizlarim, yana qaytaraman, sizlarga agar loybozdan ko'ra ko'proq mana bunaqa tom kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Siz esa jivo holatda nomeringizni aytingchi. 94lik 508 8600 nomerlar, xudo xolasa sizlarning xizmatingizda xohlagan paytinglar telefon qilishinglar mumkin. Ko'tarib, qanday so'roq, savollar bo'lsa, hammasiga javob beramiz. Qo'ldan kelgancha, endi gapni og'izdan kelgancha tushuntirib, o'rgatib, tushuncha beramiz. Telegram bor bunda. Telegram bor, WhatsApp bor, hammasi bor. Rossiyadan turib telefon qilishsa, qilib berasiz. Qilib beramiz, bu masala yo'q. U tarafda masala yo'q. Qozog'istondan turib. Demak, tushunali, biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Sizlarga mumkinna qadar qo'ldan kelgancha informatsiya bera oldik. Qolganlarini to'ldirish maqsadida o'zingiz telefon qilib chiqasiz. Xayrlashamiz, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.